Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Mehribon va rahimli Alloh nomidan boshlayman. Olamlarning Robbi Allohga hamdlar bo'lsin. Bugungi darsimiz namoz haqida bo'ladi. Insonlar anchadan beri kutib, o'zlaricha savol berib, agar sizlar hadisni inkor qilsalaringiz, namozni qaydan olasiz deb savol berib va bu sizlarning namozlaringiz qanday bo'ladi? Bizga ko'rsatib bering deyishdi. Xo'p, o'zi namoz kalimasi nima? Qur'onda bormi bu namoz kalimasi? E'tibor berayotgan bo'lsak, arablar ham namoz deydi, ruslar ham namoz deydi, O'rta Osiyodagi insonlar ham namoz deydi. Bu namoz kalimasi arabcha so'zmi yoki arabchadan boshqa bir tilga tarjima qilingan so'zmi? Agar bu arabcha so'z bo'lsa, Qur'onda bormi? Namoz bu agar jannat kaliti bo'lsa, buni Robbimiz Qur'onda payg'ambarga vahiy qilganmi? Oxirgi videomizdan keyin insonlar bizga savol yo'llashdi. Qanday savol desak, bu namoz haqida, bu namozni qaydan oldilaringiz deb 150 ta savol berishdi. Bu 150 ta savolni hammasini o'qimaymiz. Buni Telegram kanalimizda inshaalloh joylab qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa kirib o'qisin. Bu savollardan yo'llash murod nima desak agar, buni Amerika o'ylab topgan. O'sha Amerika Kamol Yo'ldoshga bergan bu savollarni. Kamol Yo'ldosh bizga bu savollarni berishdi. Ya'ni Kamol Yo'ldoshning e'tiqodi shunday. Namoz deganda hech narsa yo'q. Sajda deganda ritual, ya'ni harakat bilan qilinadigan amal emas deb bizga o'rgatishdi. Xo'p, endi namoz bu qayerdan keldi? Buni qanday o'rganamiz? Bunga javoblar birinchisi hadis yo'llaridan, ya'ni to'sma bo'lgan bir dindan, payg'ambar o'ziga vahiy qilinmagan narsani Buxoriy kelib bizga o'rgatgan deb tushunishimiz mumkin. Ikkinchisi Ibrohim payg'ambar namoz o'qigan, o'sha namozni insonlar ko'rgan, o'sha ko'rgan insonlar Ahmadga, Ahmad Mahmudga, Mahmud bizgacha yetkazib kelgan yoki o'sha odamlarni mutavotir ravishda so'zma-so'z bizgacha kelgan, biz shunday o'qiymiz deyshadi. Uchinchisi bu Qur'ondan olganmiz. Shu 3 ta variantlarga inshaalloh javob berishga, bu namozni azondan boshlab to sajdagacha, salomgacha inshaalloh gapirib o'tamiz. Bu gapirishdan oldin sizlarga Allohning oyatlarini yetkazib o'tamiz. Xo'p, albatta u Qur'on senga ham, qavmingga ham sharafdir va albatta sizlar shu Qur'ondan so'ralasizlar. Zuhfur surasi 44-oyat. Agar biz bu dunyoda kelib Robbimizga ibodat qilmoqchi bo'lsak, o'sha ibodat qilishimiz uchun mana shu Qur'on kerak bo'lsa, biz mana shu Qur'ondan so'raladigan bo'lsak, nega bizga bu hadis kitoblari kerak ekan? Agar bu namoz haqiqatdan ham ahli sunna aytayotganday jannat kaliti bo'lsa, bu namozsiz insonlar jannatga kirmasa, biz buni hadis kitoblaridan o'rganishimiz kerakmi? Bu hadis kitoblariga qarab o'tsak, hadis kitoblari payg'ambar vafotidan keyin 150 yildan keyin o'ylab chiqilgan bir kitob. Payg'ambar kelarmish, jannatga kirgizadigan kalit, ya'ni amalni Qur'onda yozmasdan vafot etarmish. Bu ayran to'g'ri kelmadi. Nega desak, negaki ro'zani, hamma narsani tafsilotini keltirgan bu Alloh Robbimiz nega bu namozni tafsilotini bizga keltirmadi? Xo'p, unda ikkinchi bayramga o'tamiz. Ibrohim alayhisalom namoz o'qigan, o'sha yerdagi insonlar Ibrohim alayhisalomning qavmlari o'g'liga shunday qilib bizgacha ota-bobolarimizdan yetib kelgan deyshadi. Xo'p, unda qarasak agar Ibrohim alayhisalom necha turga bo'linib ketgan? Shiyalar boshqacha namoz o'qiydi, ahli sunnalar boshqacha namoz o'qiydi. O'sha ahli sunnalarning ichida 4 xil namoz o'qishadi. Ular qaydan kelib chiqishdi? Agar bu namoz haqiqatdan ham jannat kaliti bo'lsa, unda nega Qur'onda yo'q? Xo'p, ana endi boshladik. Shuncha savollar berdik, o'zimiz yana javob beramiz. Bu Qur'oniylar degan toifasi islomni dinni yo'q qilish maqsadida oyatlar olib kelishdi. 150 ta savol va 150 ta oyat olib kelishdi. O'sha oyatlarda nima deyilgan? Bular qaysi oyatlarga ishonib namozni yo'qqa chiqarishmoqchi? Yoki ahli sunna e'tiqodlari nimaga asoslanib namozni 4 rakat, 10 rakat deb o'zlaridan o'zlari to'qib chiqaryapti? Buni ajratib olamiz. Va biz qanday namoz o'qiymiz? Ya'ni islomdagi, Qur'ondagi namoz qanday deb o'zi tushuntirib o'tamiz. Namoz kalimasi bu Qur'onda kelmagan. O'rniga arabchada solat kalimasi kelgan. Ya'ni as-solat deb kelgan.
Arabchada hammamiz bilamizki, lug'ati boy bo'lgan, ya'ni ma'nolari ko'p bo'lgan lafz. Misol uchun o'zbekchada ot degan kalimasi bor. Bu ot degan kalima 4 xil ma'noda ishlatiladi. Ot, ya'ni bironta toshni ot. Ot degan hayvon bor. Olmani ot, ya'ni uloqtir degan ma'noda ishlatiladi. Xo'p, ism ot bor. Yana bitta so'z bu o't degan kalima. O't, ariqdan o't. O't, o'sib chiqadigan o'tni aytyapmiz. Uyimga o't tushdi, ya'ni olovni aytyapmiz. Bu yuqoridagi misollarni keltirishimizdan maqsad nima desak agar, o'zbek tili hali 800 yil, 900 yil bo'lmagan bir til. Shuncha chalkashliklar bo'lsa, nega bu arab tiliga, ya'ni ma'nolari ko'p so'zlar bo'lmasligi kerak? Xo'p, bu ma'nolarni qaydan bilamiz desak agar, yuqorida kelayotgan so'zlardan bilib olishimiz mumkin. Solat necha xil ma'noda keladi? Solat bu 3 xil ma'noda keladi. Birinchisi so'zsiz itoat qilishlik ma'nosi. Ikkinchisi qo'llanglar, yordam beringlar, dastaklanglar degan ma'nolarda keladi. Uchinchisi harakat bilan Allohdan duo qilib so'ranglar degan ma'noda keladi. Xo'p, bu ma'nolarni kim ajratib beradi bizga desak agar, yuqorida aytgan misollarimizni qanday ajratamiz desak agar, o'zidan oldingi so'zlar va o'zidan keyingi so'zlar o'sha qaysi ma'noda kelayotganini ajratib beradi. Misol uchun o'sha o't kalimasi. Ariqdan o't deb yoniga ariq qo'ysak, biz tushunamizki, ya'ni o'tish, sakrab o'tishni tushunamiz. Yoki uyimga o't tushdi. Uyiga bir olov, yong'in bo'lganini tushunib olamiz. Xuddi shunday bu solat kalimasini tushunishimiz uchun yuqorisida nima kelgan kalimalarni tushunib olishimiz kerak. Misol uchun innalloha va malaikatu yusalluna ala nabiy. Ya'ni Alloh va itoatkor jinlar yusalluna namoz nabiyga o'qishadi deb tushunamizmi? Yoki Alloh va itoatkor jinlar nabiyga duo qiladi deb tushunamizmi? To'g'ri kelmayapti. Tushunadigan yagona so'zimiz Alloh va itoatkor jinlar nabiyni qo'llaydi, yordam beradi deb tushunamiz. Ikkinchi misolga o'tishdan oldin Qur'oniylarning eng katta quroli, ya'ni namozni inkor qiladigan insonlarning eng katta quroli Nur surasi 41-oyat bo'lyapti. Bu Nur surasi 41-oyatda Alloh aytayaptiki, Allohga osmonlar va yerdagi jonzotlar va qanot qoqqan qushlar ham tasbih aytishini ko'rmaysanmi? Har bir o'z duosi va tasbihini haqiqat bilmish. Alloh nima qilayotganini o'ta yaxshi bilguvchidir, deyapti. Bularning savollari nima desak agar bu namoz harakat bilan qilinadigan namoz bo'lsa, qushlar qanday qilib namoz o'qiydi? Bu savollariga ham haqiqatan ham jon bor. Agar bu solat kalimasi bir xil ma'noda, ya'ni harakat bilan ibodat qilish yoki harakat bilan duo qilish degan ma'noda kelganida, bu qushlar harakat bilan qanday duo qilardi? Ya'ni sajda, ruku yoki qiyomda turib qanday duo qilardi degan ma'no kelib chiqardi. Xo'p, arabcha lafziga bir boqaylik, qani nima deyilgan ekan? Keyin so'zma-so'z tarjima qilaylik qani. Bu solatahu degan kalimasini o'rniga 3 ma'noni qo'yamiz. Bu 3 ma'nodan qay biri to'g'ri kelar ekan? Kullun qad alima salatahu va tasbihahu. Kullun har birlari, qad bo'lganlar, alima bildilar, bilib bo'lganlar bo'ladi. Xo'p, solatahu bu kalimani agar qo'llaydilar desak agar, jonzotlar va qushlar Allohni qo'llaydimi? Agar qo'llasa, Allohning Allohligi qoladimi? Agar buni harakatli namoz desak, ya'ni sajda desak, qanday qilib qushlar sajda qilishi mumkin? Bu ham mantiqqa to'g'ri kelmaydigan bir so'z. Xo'p, oxirgi so'zimiz nima qoladi? Demak, qushlar Allohning hukmlariga so'zsiz itoat qilib, Allohni zikr qiladilar. Robbimiz Muhammad surasi 19-oyatda payg'ambarga aytayaptiki, "Fa'lam annahu la ilaha illalloh." Bil, Allohdan o'zga iloh yo'qligini. Xo'p, buni shartlari nima desak, birinchi inkor qilib, keyin isbot qilishimiz kerak. Xuddi shunday, hozir mana bu ahli sunnalar namoz deb insonlarga 4 rakat, 10 rakat har xil narsalarni o'rgatayotganlarini biz birinchi Qur'on bilan inkor qilamiz.
Keyin Qur'ondagi namozni insonlarga aytamiz. Mana Robbimiz bizga qanaqa namozni o'rgatyapti deb Qur'ondagi namozni insonlarga aytamiz. Birinchi bu azon. Ya'ni azon aytilishi. Azon Qur'onda yo'q. Bular dalil keltiradiki, Juma surasi 9-oyat. Nubiya degan kalimani olib kelib, mana bu yerda chaqiryaptilar deb aytadi. Bu chaqirishni o'zlarini botil ilohlarini so'zlariga ergashib, ya'ni Buxoriyni va 6 but kitoblarining so'zlariga ergashib, har xil matnlar bilan Allohga sherik keltiradilar. Qur'on buni aksini aytadi. Ya'ni nudiya degan kalima bu azon emasligini Qur'on aytib o'tadi. Xo'p, Toho surasi 11-oyatga nazar qo'yamiz. Qani u yerda nudiya degan kalima qaysi shaklda? Ya'ni nimalarni anglatyapti? Falamma ataha nudiya ya Musa. Bas uga kelganiga nido qilindi. Ey Musa, nido qilindi deb aytilyapti. Ikkinchi marta kelgan, ya'ni nudiya kalimasi Naml surasi 8-oyatda. Unga, ya'ni olovga kel, olov atrofida shaxslarga baraka berildi va olamlarni Robbi Alloh pok deb nido qilindi. Ana shu yerda baqirildi deb tushunamizmi yoki chorlandi deb tushunamizmi? Nido qilindi, bir ovoz keldi deb. Bu ikkita oyatda ham biz hech narsani tushunmadik. Ikkalasida ham nido deyapti. Bu nido nima deyishingiz mumkin? Xo'p, endi ochiq-oydin dalilga o'tamiz. Isro surasi 110-oyatda Alloh aytayaptiki, namozingni juda baland ovozda o'qima yo uni juda maxfiy o'qima. Buning o'rtasini bir yo'l tut deyapti Alloh. Lekin hozirgi kunimizda qarasak, insonlar ertalab mikrofonni qo'yib baqiryapti. Ey insonlar, men mana bu namozdan yoki namozdan sizlarni qaytarmoqchi emasman. Mana bu to'qilgan dinlaringizdan qaytarmoqchi. Ey insonlar, Robbimiz tushirgan kitobda qanday namoz bayon qilingan, qanday namoz tushuntirilgan, biz ana shunday ergashaylik. Boshqalarga ergashib, o'zimizdan o'zimiz bir din to'qiylik demayapman. Men ham Robbimdan qo'rqaman. Shuncha insonlarning gunohini olib, masalan, haqiqatan ham bu ish Qur'onda bo'lsa, mana bu baqirib insonlarni rohatsiz qilib yoki uyqusidan turg'izib Qur'onda bo'lsa, nega men bu ishdan sizlarni qaytaray? Shuncha insonlarning gunohini o'zimga olib, nima foyda menga? Siz aytishingiz mumkin-da, hozir biz qilayotgan namozlarimiz, ya'ni ahli sunnat qilayotgan namozlarni payg'ambar shunday qilgan, buni hadis kitoblarida keltirgan desangiz, men sizga oddiygina bir misol keltiraman. Hozirgi kunimizda hamma bir juvonga uylanadi. Payg'ambar 25 yoshga juvonga uylanmasdan, ya'ni qiz bolaga, bokira qizga uylanmasdan 40 yoshli bir ayolga uylangan deb bilasizlar. Nega sizlar bu ishlarni qilmaysizlar? Sabab nega? Payg'ambar bo'lmasligidan oldin uning so'zi bizga qiymati yo'q edi. Xuddi shunday, mana bu payg'ambar bo'lishidan keyin vahiydan tashqari bir so'zni gapirgani bizga qiymati yo'q. Misol uchun, payg'ambar xotinlariga qovushimni olib ber degan bo'lsa, hozirgi kunimizda bu ism batinka bo'lib qolgan yoki tufli bo'lib qolgan. Biz ham sunnat deb qovush deyishimiz kerakmi? Yo'q. Demak, nima ekan? Payg'ambarga biz ergashayotganimizni sababi mana shu Qur'on ekan. Allohdan tushgan vahiyligi borligi uchun payg'ambarga ergashyapmiz. Payg'ambar bo'lmasdan oldin u odamga hech kim ergashmagan, haligacha ergashmaydi. Demak, nima bo'ldi? Sunnat namozlari jami inkor bo'ldi. Sunnat namozlari payg'ambar o'qimagan. Endi qomat masalasi keldi. Ya'ni sunnat namozlari inkor bo'lgandan keyin qomat aytish kerak. Farz namozidan oldin qomat aytish kerak. Bu qomatni qanday aytiladi desak agar, 4 bor Alloh zikr qilinadi, keyin payg'ambar zikr qilinadi, keyin amaro kalimalari ishlatiladi. Xo'p, bu qomat, ya'ni takbir botilligi haqida 72-surani 18-oyati bo'ladi. Va masjidlar Allohnikidir. Alloh bilan birga, ya'ni Allohning yoniga hech kimga duo qilmang deyapti. Va Zumar surasi 45-oyatda Robbimiz aytayaptiki, qachon yolg'iz Alloh zikr qilinsa, oxiratga iymon keltirmaydiganlarni qalblari siqilib ketadi. Qachonki undan o'zga yoki u bilan birga zikr qilinsa, birdaniga shodlanib ketadi. Demak, bu oyatlardan kelib chiqadiki, biz masjidda bo'lamizmi, boshqa joylarda bo'lamizmi, qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar yolg'iz Allohni zikr qilishimiz kerak. Namozimizda ham, hayotimizda ham yolg'iz Allohni zikr qilishimiz kerak. U bilan boshqa bir insonlarni yoki bir
butlarni yoki but kitoblarini, but amallarini qilmasligimiz kerak. Takbir minus bo'ldi. At-tahayot minus bo'ldi. Salovat minus bo'ldi. Endi savol tug'iladi, masjidda jamoat bilan o'qiymizmi yo yolg'iz o'qiymizmi desak, kuniga qarab o'qiladi. Masalan, juma kuni jamoat bilan o'qiladigan namoz va jumadan tashqari yolg'iz o'qiladigan namoz. Bunga dalilimiz Juma surasi 9-oyat bo'ladi. Juma kuni namozga nido qilinsa, ya'ni aytilsa, chorlansa bo'ladi. O'sha kuni biz jamoat bilan o'qiymiz. Siz aytishingiz mumkin-da, bu hukmni siz o'zingizdan o'zingiz chiqardingizmi yoki bu hukmni siz qayerdan chiqardingiz desangiz, biz javob beramizki, Qur'ondan chiqardik. Xo'p, qanday qilib chiqardingiz desangiz, agar biz sizga savol beramiz. Nega Alloh har kuni demayapti? Sizningcha yoki ahli sunnat bo'yicha faqat juma kuni namoz o'qishimiz kerakmi? Yo'q, faqat juma kuni azon aytishimiz kerak desangiz, agar Alloh baqirma deb turibdi, siz baqiramiz deyapsiz. Siz aytishingiz mumkinki, biz har kuni 4 rakat namoz o'qirdik, juma kuni namozni qisqartirib 2 rakat o'qiymiz. Shu uchun jamoat deyapti bu yerda yoki juma kuni deyapti desangiz, agar siz 4 rakatligini qaydan oldingiz? Men ham sizga o'xshab ota-bobomning dinini tark qila olmasdan, ya'ni namoz boshlashdan oldin qo'lni ko'tarib quloqqa tegizish yoki qo'lni yelkagacha ko'tarish yoki qo'lni yelkadan ozgina past ko'tarishni tark qila olmasdan insonlarga taslim bo'lishdan, ya'ni bir inson taslim bo'lsa, qo'lini ko'tarish kerak deb da'vat qilgandim. Shu da'vatligim botilligini bildim. Robbim o'zi kechirsin. Xo'p, bunga dalil nima? Ya'ni siz 4 rakat deyapsiz. 4 rakatligi yo'qligi, men qo'l ko'tarish, bu taslim bo'lish deganim bu ham yo'qligini dalil qani desak ekan, dalil Arof surasi 33-oyat bo'ladi. Robbim oshkora va yashirin fahsh ishlarni, gunohlarni, nohaq tajovuzlarni va Allohga u zot hech qanday hujjat tushirmagan narsani sherik qilib olishingizni hamda Allohga nisbatan o'zingiz bilmaydigan narsani gapirishingizni harom qildi deb ayt. Bu oyatdan ochiq-oydin tushunamizki, hadischilar bu oyatga ko'ra, ya'ni shu oyatdan kofirligini, Alloh aytmagan narsani aytdi deb, Alloh hujjat tushirmagan insonlarni o'zlaricha rob tutib, ana shu ishni biz qilishimiz kerak deb insonlarga da'vat qilayotganlar, ular jamisi mushriklar. Ey insonlar, tushunishga harakat qilinglar. Bu din Alloh tushirgan din. Ya'ni Allohga ibodat qilishimiz kerak. Alloh An'om surasi 38-oyatda aytayaptiki, bu kitobda hech bir narsa qoldirilmasdan yozdik. Moida surasi 3-oyatda bu dinni tamomladik, bitirdik deyapti. Zuhfur surasi 44-oyatda sizlar mana shu Qur'ondan so'ralasizlar deyapti. Payg'ambar menga vahiy qilingan mana shu Qur'on deyapti. Robbimiz aytayaptiki, Robbingizdan nozil qilingan narsaga ergashinglar. Arof surasi 3-oyat. Shuncha narsalarga faqat Qur'onga da'vat qilinayotgan bo'lsa, biz so'raladigan narsa yagona bu Qur'on bo'lsa, biz nega ibodatlarimizni, namozlarimizni boshqa bir insonlardan yoki kimligi aniq bo'lmagan Buxoriy deysizmi, oltita but kitobi deysizmi, shularga ergashishimiz kerak. Xo'p, namoz masalasini davom qilamiz. Namozda qiyom degan narsa bu, ya'ni tik turishlik. Bu tik turishlikka nima qilinadi yoki qanday namoz o'qiladi? Qo'limizni ko'taramizmi, qo'limizni bog'laymizmi degan so'zlar paydo bo'ladi. Bu so'zlarni keyinroq javob beramiz. Negaki chalkash bo'lib ketmasligi uchun. Hozir ana shu qiyomda turishlikni Qur'oniylar, ya'ni Amerika odamlari inkor qilayotgani qaysi dalillar bilan, qaysi oyatlar bilan inkor qilishyapti? Mana bu yerda savol berishibdi, buni o'qimasdan ketibmiz. Agar salot bu harakat bilan qilinadigan namoz bo'lsa, unda nimaga Rasulga salotni qoyim qilishni buyurilmoqda? Hud surasi 114-oyat, Isro surasi 78-oyat, Isro surasi 110-oyat, Toho surasi 14-oyat, Ankabut surasi 45-oyatlarda payg'ambarga salotni, ya'ni namozni ado qilishni buyurilmoqda. Axir ularning vazifasi faqat yetkazish emasmidi? Yoki yetkazish bilan cheklanib qolmasmidi deb aytishibdi. Bunga dalil
Moyda surasi 92-oyat, Moyda surasi 99-oyat, Nahl surasi 35-oyat, Nahl surasi 82-oyat. Mana shu oyatlarga payg'ambarga aytayaptiki, sening vazifang faqat yetkazish xolos deyapti. Bu savolni berayotgan inson haqiqatdan ham din dushmani bo'lgan va Qur'onni yo'qqa chiqarmoqchi bo'lgan bir inson. Endi bu insonga savol beramizki, bir inson boshqa bir vazifaga o'tsa, o'sha vazifada o'tgandan keyin hayoti davomida o'sha vazifani qilishi kerakmi? Masalan, bir inson milisa bo'lsa, hayoti davomida erta-yu kech 24 soat milisalik, ya'ni o'g'rilarni tutishligi kerakmi? Xotini bilan birga bo'lmaydimi? Ovqat yemaydimi? Boshqa bir vazifalari, o'zining ehtiyojlari yo'qmi? Bu solat kalimasi inson zotiga kerakli narsa. Xuddi ovqat qanday kerakli bo'lganda, bu solat kalimasi ham, ya'ni solat kalimasi, solat amali, namoz inson zotiga kerakli bo'lgan amal. Inshaalloh darsning davomida usbet qilsak aytib o'tamiz. Agar ulgurmasak, keyingi darsga bu solat nega insoniyatga kerakligini tushuntirib o'tamiz. Payg'ambar biz kabi inson bo'lgan. Uning vazifasi, ya'ni payg'ambarlik vazifasi faqat insonlarga yetkazish. Payg'ambar bir itoatkor jinlardan bo'lmagan, ya'ni malaklardan bo'lmagan, bizga o'xshagan inson bo'lgan. U ham inson, ham payg'ambar bo'lganligi uchun unga ikkita vazifa berilyapti. Biri insoniylik vazifasi, ikkinchisi payg'ambarlik vazifasi. Insoniylik vazifasi bu solatni qo'yim qil deyapti, ya'ni namozni qo'yim qil deyapti. Payg'ambarlik vazifasi o'sha senga kelgan vahiylarni insonlarga yetkaz deyapti. Buni misolini pochtalyonga ko'rsak, pochtalyonning vazifasi maktublarni insonlarga yetkazish. O'sha yetkazish deganda pochtalyon maktubni egasiga berilayotgan vaqtni tushuniladi. Endi qolgan vaqtlar u nima qiladi? Yurib boradi, avtobusga minadi, dam oladi, suv ichadi, boshqa narsa qiladi. Bu uning vazifasi emasmi? Yo'q, bu shaxsiy ehtiyoji desangiz agar, xuddi shunday biz aytamizki, namoz ham insonning shaxsiy ehtiyoji. Bu siz bo'lmaydi. Xo'p, dalilingiz qani bu so'zingizga desangiz agar, inshaalloh darsni oxirida agar usbet qilsak beramiz, bo'lmasa keyingi darslarga tushuntirib o'tamiz. Ya'ni namoz insonning shaxsiy ehtiyoji haqida tushuntirib o'tamiz. Xo'p, mavzumiz boshqa tarafga burilib ketdi. Solat haqida, ya'ni qiyom haqida gapirayotgandik. Agar aqimus solat namozda tik turish bo'lsa, unda nima uchun aqimut Tavrot va val Injil hech bir tarjimada Tavrotda tik turish deb kelmayapti. Bu aqamut Tavrat va Injil Moyda surasi 66, Moyda surasi 68-oyatlarda keladi deb savolini beribdi. Xo'p, keyingi savoli, agar aqimus solat buyrug'i amal qilib namozda tik tursa, unda aqimu va Tavrat va Injilga qanday amal qilamiz? Bu ham o'sha Moyda surasi 66, Moyda surasi 68-oyatlarni keltirib, mana shu ikkita narsaga qanday amal qilamiz deyishdi. Agar kimdir aqimus solat Baqara surasi 43-oyat buyrug'iga amal qilib ritual, ya'ni harakat bilan qilinadigan bo'lsa, unda aqimud din, ya'ni 42-suraning 13-oyatiga qanday amal qilamiz deyishibdi. Ko'rib turganimizdek, bu Qur'oniylarning narsida namozda tik turish ham yo'q ekan. Xo'p, bularning narsida namozda sajda bordir. Sajdasiga qaraylik qani. Bu Qur'oniylar nima der ekan? Agar sajda, ya'ni qavs ichida o'tgan, qavs ichida aytayaptiki, to'liq taslim bo'lish, buyruqqa muvofiq harakat qilish deb olibdi. Ya'ni bularning narsida sajda deyish, sajda degan kalimani qanday tushunamiz? To'liq taslim bo'lish, buyruqqa muvofiq harakat qilish deb tushunamiz deb aytib olgan. Agar sajda namozda peshonani yerga tekkizish harakati bo'lsa, unda qanday qilib koinotdagi barcha narsa, ana qaytaramiz. Koinotdagi barcha narsa hamda ularning oralardagi soyalari ixtiyor yo beixtiyor peshonasi yerga tegizadi. Bunga dalil Ra'd surasi 15-oyatni olib kelibdi. Xo'p, Ra'd surasi 15-oyatni ochamiz, o'qiymiz. Qani nima der ekan? Xo'p, Allohga osmonlar va yerdagi kimsalar va ularning soyalari erta-yu kech
ixtiyor va beixtiyor sajda qilurlar. Yuqorida muallif xuddi shunga o'xshagan savollarni ko'p bergan. Quyosh qanday sajda qiladi, oy qanday sajda qiladi, payg'ambarlar sajda qilgan holatda qanday qilib darvozadan kirishadi deb savollar bergan. Bu savollarga dalillari juda ko'p. Ya'ni oyatlar juda ko'p. Daftar ruchka olib yozsagan bo'ladi. Yo'q desangiz Telegram kanalga kirib o'sha savollarni o'zingiz o'qib qarasangiz bo'ladi. 22-surani 18-oyati, 16-surani 48dan 50gacha, 5-surani 55-surani 6-oyati, 24-surani 41-oyati, 2-surani 34-oyati, ya'ni malaklar sajda qilgani u qanday bo'ladi debdi. Keyin 12-surani 4-oyati, Yusuf surasining 4-oyati, osmondagi quyosh va yerlar qanday sajda qiladi debdi. Muallif bu oyatlarni olib kelishidan maqsadi nima desak egar, sajda kalimasi bu faqat harakatsiz, so'zsiz Allohga va uning so'ziga, buyruqlariga bo'ysunish deb keltiribdi. Lekin harakat bilan boshni yerga tegizish emas deb oyatlarni yashiribdi. Xo'p, bu oyatlarga, ya'ni bu yashirgan oyatlarga o'tishimizdan oldin Qur'ondan tashqari ozgina suhbat qilsak. Inson zoti borki, yaralibdi, yaralganda ibodat qiladi. U xot botil din bo'lsin yoki haq din bo'lsin, qaysi dinga bo'lishidan qat'iy nazar ibodat qiladi. Bu ibodatlarining shakliga qarasak, birlari aylanadi, birlari aylangandan keyin sajda qilishadi. Bu sajda boshlarini yerga tegizgan hollarida sajda qilishadi. Nega? Bu narsaga, ya'ni bu sajda qilishga, boshlarini yerga tegizib sajda qilishga ularni nima undayapti? Yoki kim majburlayapti desak agar, hech kim majburlamayapti. Lekin ular shu ishni qilishadi. Buning misoli sivilizatsiya yetib bormagan indeslarni qaraysizmi, yahudiylarni qaraysizmi, afrikanslarni qaraysizmi, kimni qaramasangiz, har birlari boshlarini yerga tegizib sajda qilishyapti. Bularni majburlayotgan yagona bir narsa bu qo'rquv bo'lyapti. Qanaqa qo'rquv? O'lganimizdan keyin nima bo'ladi? Hamma sog'lom yuribdi, nega men kasal? Insonlarga boylik bor, nega menga yo'q? degan qo'rquvlar. Bu qo'rquvlarni o'zidan ketkazish uchun inson ibodat qiladi. Xuddiki ochlikni qondirish uchun ovqat yeydigandek yoki chanqoqni qondirish uchun suv ichadigandek, bu qo'rquvni qondirish uchun inson zoti sajda qiladi. Ya'ni boshini yerga tegizib duo qiladi, so'raydi. Shu duo manfaatli bo'lishi uchun, masalan, ovqat yesak agar qornimiz to'yib bizga foyda berishi uchun yaxshi ovqat yeyishimiz kerak. O'sha julutkani, oshqozonni luboy narsa bilan, keraksiz narsalar bilan ham to'ldirsa bo'ladi. Lekin o'sha bizga manfaatli bo'lishi uchun kerakli, foydali narsalar bilan to'ldirish kerak. Xuddi shunday bu sajda bizga manfaatli bo'lish uchun haq dinni, haq ilohni topib, o'sha haq ilohga sajda qilishimiz kerak. Bu so'zimizni quvvatlaydigan yagona oyat Fusilat surasi 37-oyat. Fusilat surasi 37-oyatda Robbimiz aytayaptiki, oyga ham, quyoshga ham sajda qilmanglar, uni yaratgan Robbiga sajda qilinglar. Endi mana bu Qur'oniylar sajdani yo'q deyotgan insonlar so'zsiz itoat qilish yoki buyruqlarga tobe bo'lish, taslim bo'lish deb olsak, quyoshga, oyga biz qanday qilib buyruqlariga taslim bo'lamiz? Yoki quyosh, oyni biz qanday qilib ta'qib qilamiz? Yuqorida aytganimizdek, inson avval bu din, haq dinni topmasdan oldin o'sha quyosh bilan oyni o'zlaricha iloh qilib olib, o'shanga sajda qilishganlar. Shuning uchun Robbimiz aytayaptiki, unga sajda qilmanglar, uni yaratgan Robbiga sajda qilinglar deyapti. Lekin bunday qarasak, har bir din vakillari o'zlarining dinlarini mana bu haq din deyishadi. Bu haq dinmi, yo'qmi bilishimizni qanday yo'li bor? O'sha Robb haq so'ylashi kerak. Bu haq qanday bo'ladi desak agar, masalan, Bud degan bir inson bo'lgan. Xitoyda insonlar sig'inishyapti. O'sha Bud men o'lmayman degan. Mana o'ldi, lekin insonlar baribir sig'inaveryapti o'shanda. Firavun ham men sizlarning Robbingiz dedi, baribir insonlar sig'inishyapti. Lekin Robbimiz tirik. Buni dalili qanday desak agar,
Quyosh bilan oyni qaraymiz. Quyosh bilan oy bir-biri bilan urushib ketmayapti va o'shalar Robbni so'ziga so'zsiz itoat qilib turishibdi. Qani Robbimiz aytayaptiki, jinlar va yerdagi jamiki insonlar va shuncha insonlar qo'shilib, men keltirgan oyatda bir oyat keltiringlarchi deyapti. Hozirgi 21-asrimizda ko'ryapmizki, inson zoti biron joyi kuysa, boshqa joyidan olib o'sha joylariga qo'yadi. Kojani, ya'ni terini qo'yadi. Dajiga bitta terini yasolmagan insonlar. Meni o'zimni eng hayratga solgan Robbimizning so'zi nima desak agar, biz yerni tekis qilib qo'ydik deyapti. Siz kulishingiz mumkin. Qanday qilib yer tekis bo'lishi mumkin? Biz ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz, yer dumaloq, insonlar koinotga chiqdi. Robbimiz aytayaptiki, sizlar koinotdan chiqa olmaysizlar deyapti. Xo'p, mana bu videoda qaraylik qani, nima ekan, koinotdan bular chiqa oladimi? Ko'rib turganingizdek, raketa yo'rilib ketdi. Bu raketa o'zidan o'zi yo'rilib ketmadi. Yuqorida bir narsaga urilib, keyin yo'rilib ketdi. Xo'p, bular aytadiki, biz yerdan tashqariga chiqqanmiz. Agar sizlar haqiqatdan ham yerdan tashqariga chiqqan bo'lsangiz, bizga ko'rsating rasmini, bir ko'raylik, qani yerning shakli qanday ekan. Mana siz olib kelishingiz mumkin, dumaloq ekan deb. Dumaloq bo'lsa, suv qanday turadi sizlarning ta'sirlaringiz bo'yicha, sizlarning tushunchalaringiz bo'yicha suv qanday turadi? Mana bu rasmga ko'ra turadimi? Yoki sizlar jar solasizlarki, biz koinotdan chiqdik, koinotdan mana rasm oldik deb. Shu Hubble teleskopidan yoki Hubble sputnikidan mana shu ko'rsatayotgan rasmimizga o'xshab. Siz ham shunday rasm olib taylang qilib, insonlar oyoqlari chappa turibdimi? Uzr kechirasizlar, mavzu boshqa tarafga burilib ketdi. Xo'p, biz mana bu sajda haqida keldik. Ya'ni Fussilat surasi 37-oyatda Robbimiz aytayaptiki, oyga ham, quyoshga ham sajda qilmanglar, uni yaratgan Robbiga sajda qilinglar. Bu sajda qandayligini qanday bilamiz desak agar, Isro surasidan bilamiz. Isro surasi 107-oyatda Alloh aytayaptiki, ya'ni yuqorida 106da aytayaptiki, va Qur'onni odamlarga asta-sekin o'qib berishingiz uchun uni bo'lib qo'ydik va bo'lak-bo'lak qilib nozil qildik. Ya'ni shu narsalarga sizlar iymon keltiringlar yoki iymon keltirmanglar. Baribir tochka turibdi. Baribir Alloh sizlarni hisob-kitob qiladi. Xo'p, albatta unda oldin ilm berilgan va ularga tilovat qilinganda u yuzlari ila sajda qilurlar. Ana endi Kamol Yo'ldosh va Qur'oniylarga aytamizki, qanday qilib biz yuz bilan to'liq taslim bo'lib, nima degan bu yerda? To'liq taslim bo'lish, buyruqlarga muvofiq harakat qilish. Yuzlarimiz bilan buyruqqa muvofiq qanday harakat qilamiz? Yoki Musa payg'ambar mo'jiza ko'rsatganida sehrgarlar qanday qilib yerga yiqilib sajda qilyaptilar? Hali hech qanaqa hukm aytmadi, hech nimaga da'vat qilmadi. Faqat Allohning mo'jizasini ko'rsatdi, sehrgarlar yerga yiqilib sajda qilishyapti. Ulqiya degan kalima bor. Yiqilib, adil deb kelyapti. Xo'p, xulosa nima bo'ldi bu narsalardan, bu oyatlardan desak? Xulosa yuqorida aytib o'tganimizdek, arab tili, boy tili ikki xil ma'no, sajdada ikki xil ma'no bor. Biri harakat bilan yerga yiqilib, boshini yerga tegizish, ikkinchisi so'zsiz o'sha buyruqlarga itoat qilish. Mana shu odam keltirgan dalil ikkinchisi bo'ladi. Ana endi nima qoldi desak, biz namozni qanday o'qiymiz? Mana shu Qur'onga ko'ra qanday namoz o'qishimiz kerak? Robbimiz bizga namozni qanday buyurgan? Desangiz, Niso surasi 102 ga ko'ra o'qiymiz. Inshaalloh keyingi darsimizda Niso surasi 102 ni dars qilamiz. Siz aytishingiz mumkin, xo'p, hozir nega qilmayapmiz? Chunki hozir 30 minutdan oshib qoldi darsimiz.
Shu sababdan telefonimiz zaps qilmaydi. Bularga o'xshab tirikchiligimiz da'vat orqasidamiz. Ya'ni bularga o'xshab har xil uskunalar sotib olib da'vat qilmaymiz. Mukofotimiz inshaalloh Alloh huzurida bo'ladi. Shu uchun vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Yaqin orada maksimum bir hafta ichida inshaalloh Niso surasi 102-oyatni tushuntirib o'tamiz. Sahobalar va payg'ambar qanday namoz o'qishgan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.